Sizdan boshqa odam yo'q ekanmi olib kelishga? Rashk qilayotgan bo'lsang, tepasida o'tirmaysanmi? Uyda hech kim yo'q edi, boshqa olib keladi ekan. Shu ahvolgacha kelibdi. Qaramaysanmi, yonida bo'lmaysanmi? Yonida bo'ldim. Haydadi o'zi. Haydasa ketaveradimi? 24 soat yonida bo'l. Uy hayvoni emassan, u pishtisa ketaveradigan. Eriman deb turmadingmi? Hech o'ylamadingmi? O'zingni xayolingdan ham o'tmadi. Eshitgani yo'q hech kimmi? Haydab savatda yoniga borsam ko'rgisi kelmayapti meni. Nima menga indamadi? Bilmasam endi. Ne indamagan? Lekin hozir oldida bo'lishing kerak. Qanaqa bo'lim ekan u? Bilmadim. Ruhiy kasallarni tushunmayman. Ularni bo'limlari qanaqa? 9-bo'lim deyishdi. Ayollarni yotadigan joyi ekan. Men aytdim, akasiman. Hozir xo'jayini keladi dedim. Pasporting yoningdami? Yo'q. Qayerdan hozir seni eringligini biladi? Telefonimda rasm bor, pasport. Bo'ldi. Zaks qog'ozi ham rasm bor. Kir. Xabar ol. Iloji bo'lsa, ruxsat berishsa, yonida qol.